Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan onlayn firibgarlik bilan bog'liq navbatdagi jinoyat fosh etildi. Aniqlanishicha, Termiz shahrida yashovchi fuqaro ijtimoiy tarmoq orqali arzon narxdagi Isuzu rusumli avtomashinani xarid qilish maqsadida sotuvchi sifatida tanishtirilgan shaxslar bilan muloqotga kirishgan. Ularning va'dalariga ishongan fuqaro ko'rsatilgan bank kartalariga bosqichma-bosqich jami 87 million 19 ming 791 so'm mablag'ni o'tkazgan. Biroq pul mablag'lari o'tkazilganidan so'ng avtomashina yetkazib berilmagan. Sotuvchilar esa aloqani uzgan. Olib borilgan tezkor qidiruv va tergov harakatlari natijasida ushbu jinoyatga aloqador bank kartalari, telefon raqamlari hamda boshqa muhim dalillar aniqlandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mazkur jinoyatga aloqadorlik gumoni bilan 1994-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan shaxs aniqlanib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni vaqtda jinoyatning barcha holatlarini to'liq aniqlash hamda boshqa ehtimoliy ishtirokchilarga huquqiy baho berish yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Unutmang, internet orqali xaridni amalga oshirishdan oldin sotuvchining shaxsi va tovarning haqiqiyligini tekshirish, mablag'ni esa ishonch hosil qilmasdan turib o'tkazmaslik bunday jinoyatlar qurboniga aylanmaslikning eng muhim shartidir.